Balım toxtab turamiz. Bu Türkçe muzika ovoz arxivi tarafidan berilgan diplom deyishga bo'ladi. Ya'ni marhum Erim Kurash Sultan Efendimning butkul muzikaga oid tadqiqot materiallarining hammasi bu ovoz arxiviga qabul qilinib tadqiqot temasi bo'lish oldida she'rlari shvetsiyaga inglizchaga tarjima qilinyapti. Tarjima hali yozilmoqchi. Undan bir necha son yangi qasidalari ishlanmoqchi. Ikki film ishlanib tamomlanish oldida Allah buyursa keyingi yillarda xalq bilan yuz ko'rishishi mumkin. Bu davlatlik muzik tarafidan muzika tarafidan berilgan diplom deyishga bo'ldi. Ya'ni duttar, tambur, xushtar, ravob, dab, pipa, ud qatorli muzika sozlarninki davlatlik muzik tarafidan qabul qilinganligi haqidagi isbotli qog'ozlar. Bu materiallar Kurash Sultan Efendimning men uchun yozgan nurg'un qimmatli she'rlari ham salom xatlari bu asosda keyincha xalqimiz bilan yuz ko'rishdi, chunki bir cho'ng hajmlik asar yozilish oldida Xudoyim buyursa buni men hayotimning baricha, imkoniyatlarimning baricha tamomlayman deb qarayman. Bunday ahamiyatli mazmunlar bor. Efendimning nomiya ish faoliyatlari shu kitobga kirgizilgan, ya'ni daniyalik yozuvchi, muzikashunos Mariya Korpi xonim tomonidan ishlangan bu sonda Osiyo allari muzikantlari ichida marhum Erim Kurash Sultan Efendimning ish faoliyatlari ham muzika tadqiqoti, hayoti nima uchun o'z ijodiyatlari tufaylidan 10 necha yillab yaqa allada sarsam sagardanlik hayotni, muajarat hayotni beshdan kechirishga majbur bo'lganligi qatorliqlar haqida noiti ahamiyatli izlanishlar berilgan. Yani Uyg'uriston deb olgan xonim Politics and Art Kurash Sultan and Marie Korpi. Bu intayin ahamiyatli bir inglizcha kitob, inglizcha maqola. Keyincha Alloh xolisa buni uyg'urchalashtirib xalqimizga sunmoqchi bo'lish olib turman. Bu marhum Erim Kurash Sultan Efendim ham mashhur muzikant Thomas Riedl Efendimning Stranmas shahrida 2006 yili oktyabr 16 oktyabrda eng oxirgi hayotliq shu o'yin qo'yish faoliyatidan ariya. Buni Xudo xolisa bir boshqa ismini ratlab chiqib xalqimizga sunish oldida turibmiz. Bu Efendim uchun ishlangan film Kurash Sultan deb nom berilgan, ham hayotiy ham hurlik uchun qanchalik tashnalık bilan izlangan faoliyatlari kirishtirilgan. Bu asarlar Alloh xolisa keyingi yillarda biroz vaqt ketdi, keyingi yillarda xalqimiz bilan yuz ko'rishdi deb o'ylayman. Bu 2 yildan buyon 20 necha davlatdan bevosita oilamizgacha yo'qlab kelib, hal so'rab, ko'ngil bilib turdi. Mayli qaysi davlatning bo'lsin, qarindoshlarimiz borkan, eslab turdi ekan, ham ko'p yordamlarda, maslahatlarda bo'ldi. Men ko'p rahmat aytaman. 2 yildan buyon Efendim uchun nurg'un ahamiyatli faoliyatlar uyushtirildi. Ailemizda bo'lsa xatm Qur'onlar o'qitildi, tuproq vashini ziyorat qilishlar bo'ldi. Masalan, Ramazon oylarida 4-5 qatimlab atrab xatm Qur'on qilishlar bo'ldi. Ramazon hayitidan keyin bu qatim 60 necha
qarindoshlarimizningki qadam tashrif qilishi bilan Xatmi Qur'on tilovat qilish faoliyati o'tkazildi. Alloh rozi, biz ko'p rozi, hamma jamoatga tashakkur etaman. Ham biz Efendimni har joy, har minut, har sekundda aslab yad etib turamiz, ro'yi uchun duo qilib turamiz. Efendim yandırgan çırak hepimiz ücret kalmaydı. Onun iş izlerini Allah halisa davamlaştırıp mağımız, soraydıp mağımız. Efendim Şvetsiya Devletlik Müzik Cemiyeti'nin azası şundaqla Avrupa Müzik Merkezi'nin azası. Şunlaşqa 2009 yılı Avrupa müzik sahasında efendim üçün izleniş yılı, tədqiqat yılı buluvatıdı. Şunlaşqa mı efendimninki qol yazmalarına, müziklerine yuqori baha beriş bilan birga tədqiqatga yüzlengiciler xeyli buluvatıdı. Andan yana efendimning bevosita 2006 yılı 10 ayının 18-chisla bevosita qurib chiqqan Uyg'ur qalam markazi Dünya qalam markaziga a'zo bo'lib kirib Uyg'urlar BDT'ga qadam olgan bir cho'ng bosqichni besib o'tdi. Buni tarixga yozildi deb qarayman. Çünkü hammamizga ma'lum ba'zilar tarixni yozish uchun yoriladi ekanmiz, ba'zilar tarixni yozish uchun yoriladi ekanmiz. Men shunday o'ylayman. Mening erim Kura Sultan ismi jismiga loyiq al-o'g'lani. Efendim hem tarix yoziladigan, hem tarixga yoziladigan, hem tarixni o'z bevosita yoritilgan shunday bir zot deb qarayman. Şuna biz keç gündüz efendimni yad etib turamiz, hem aslab turamiz. Efendimning ishqilari bir qadamdan nafsimiz o'zliganga qadar davomlashib ma'nodim. Allah halisa biz efendimninki arzularini bir-birlab imkoniyatning yor bergan darajada amalga oshirib ma'nomiz. Ko'pchilik rahmat, Allah omonat, hammanglar omon bo'linglar. Xo'sh.